Minecraft, lekin nima chizsam ham qo'limda paydo bo'ladi. Bugungi Minecraftda men xohlagan narsamni chiza olaman va ularning hammasi haqiqatga aylanadi. Nima chizishimdan qat'iy nazar. Lekin shunchaki ajdarni o'ldirish o'rniga mana buni chizsak-chi? Buni bilishning yagona yo'li bor, videoni oxirigacha ko'rish. Va yana kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Axir biz O'zbekistondagi 1-million obunachilik Minecraft kanal bo'lishimiz kerak. 70% odamlar obunasiz ko'rishini hisobga olsak, bu sizlar uchun muammo bo'lmaydi. O'tgan safar ham mana shu avantpostda paydo bo'lgandagi esingda bo'lsa. Ha, to'g'ri, bu avantpost bizni ta'qib qilyapti. Shuning uchun ham o'tgan safargidek birinchisiga avantpostni yo'q qiladigan narsa chizishimiz kerak. Ana bu yerda sandiq ko'ryapman, tushamiz. Reyderlar tepadan hujumni aniq kutishmayapti. Va, kutishyapti ekan, bo'lyapti. Bu yaramaslar endi bizning oldimizga chiqisha olmaydi. Ajoyib. Endi mana bu daraxtni cho'psak ancha osonroq bo'ladi. Sandiqda esa qandaydir xarita bor. Bu nimaniki bo'lishi mumkin? Yana qanaqa xarita? Men ochganda yo'q edi-ku. Nega men sandiqni ochsam, umuman boshqa narsalar? Bilmadim nega, rostdan ham nega bunday bo'lishi mumkin? Qara, menga daraja idishchasi bor ekan. Bilasanmi nima? Nima? Menimcha birinchi san'at asarini chizish vaqti yetib kelganga o'xshaydi. Shu o'zi, nimani kutyapmiz bu yerda? Men hayronman. Tezlashsak bo'lmaydi, pachoq. Hozir chizib tashlayman-da. Blasterga nima deysan? Mana shu reyderlarning qalasini parchalash uchun. Yaxshi o'yin, lekin seni blastering paypoqqa o'xshab qoladi. Bo'ldi, o'zingni o'chirib tur. Hozir senga ko'rsataman blaster qanaqa bo'lishini. Mana qanaqa bo'ladi blaster. Mayli, o'zi u yoqdan zax o'tayotdi. Paypoqqa ham qarshi emasman. Paypoqmish. 3 gacha sanab inventarni ochamiz. 3. Mana blaster. Aytganimdek blaster hech qanaqa paypoq emas. Qara, bir xil emasmi men chizganim bilan? Paypoq bu. Robotlarniki. Mayli shunaqa bo'la qolsin, lekin hozir ko'rasan bu robotlarning paypog'i nimalarga qodir ekanligini. Seningcha paypoq mana bunday qila oladimi? Zamonaviy paypoq bu. Robotlarniki. Yo'q, bu blaster 5600 bo'ladi. Tushunding? Parchalaymiz hamma yerni. Mana sanlarga. Avantpostlar ham hozir yer yuzidan surilib ketadi. Ha, bu spurgimidi? Yo'q. Nima bo'lsa blaster emas-da. Bu yerda rangini ham o'zgartirsa bo'lar ekan. Paypoqnimi? Asab to'lalarim kam qolganini his qilyapman. Buni ham ishlash masofasi bor ekan, lanati. O'marib keldi. Menga afsus, bu blaster jon olmas ekan. Ha, mayli, bundan ham zo'rrog'ini chizamiz hali. Sen esa reyder o'sha yerda o'tira qol, maylimi? Bu paypoq juda ham chiroyli parchalar ekan. Qara, bo'lyapti. Agar bu yerda yuraversak, ajdar o'z-o'zidan mag'lub bo'lmaydi. Nega kirkayasan, menga kerak emas u. Chuqurligini, pastda ko'p bola maxluqlar bo'lsa kerak, tushmaymizmi? Aqldan o'zdingmi? Hech narsamiz yo'q-ku, ular bizni o'ldirib tashlaydi. Maxluqchalar, kuchayamizda qaytib kelib patinalarni yulamiz, tushundinglarmi? Blasterning foydasini qara, 5 ta temir kovladi. Yesa u yerda paypog'i